Aziz do'stlar, men sizlarga bitta muhim bir gap bilan chiqyapman. Shunga tarqalishiga yordam beringlar. Aziz obunachilar, men hozir Qo'qon mashina bozoriga keldim. Primo efir qilaman dedim. Ozgina primo efirlarda nosozliklar bo'ldi va lekin mashinalar narxlarini so'rab ko'rdim. Haqiqatda primo efir bo'lmasa ham narxi nechpul qanaqa bo'lyapti? Bozordagi narxlarni qiziqib ko'rsam o'ta qimmat. Qarasam, mana bunaqangi chetda turadigan blogerlar nechpul bo'ldi, nima bo'ldi? U ichkarida yana 5-6 ta blogerlar hammasi turib, nechpul bo'ldi, nima bo'ldi turishibdi. Men so'radim hammasidan kelib, "Ey, mashinani texnik holatiga tushunasanmi? Mana mashinani so'rayapsan, ha? Mana 20 yilga Malibu, 20 yil bo'ldi chiqqaniga. Sen shuni bilasanmi? Qatida muammo bor." Desam, "Yo'q" deyapti. Nimaga sen nima asosda bunga narx beryapsan? Desa, "Men narx belgilaganim yo'q. Uni mashina purish o'zi aytayapti, o'sha narsani ko'rsatyapman va men mana 1 millionta, mana 500 mingta prosmotr yig'yapman" deb aytayapti. "Maqsading nima?" desam, "Maqsad yo'q, prosmotr yig'ish" deyapti. "Ha, sen narx belgilayapsan. Shu 500 ming odam seni videoyini ko'rib narx belgilayapti. Mana bu yerda mana bu mashina mana buncha turibdi ekan" deb narx belgilayapti. Va u aldanyapti, chunki ana berayotgan, seni ko'rsatayotgan mashinaning texnik holatini aytmayapsan-ku. Urilgan, qirilgan, yo narxni baland aytasan, yo narxni past aytasan. O'zing bilmaysan, lekin narx balandmi, pastmi? Prosta ko'rayapti odamlar, prosmotr bo'lyapti, zo'r. Bu jinnilik-ku bu. Yaqin olib aytayapman, aziz do'stlar, blogerlar, mana shunaqa kuzatib borayotganlar, qo'lingizda 1,5 ming, 2 ming dollarlik texnika ko'tarib yuribsizlar. Axir shuni o'rganinglar. Shuni mashina purish kelyapti-da, aka, video qilsak bo'ladimi? San mashina purish nima deydi? Ha, video qilib ketaver, mana. Buni mashina 15 ming, buni mashina 16 ming, buni mashina 17 ming. Ani kelyapti, uni 15 ming, buni 16 ming, 17 ming ekan deydi. Au, jinnilik-ku bu. O mashina 10 minglik bo'lmasa-chi aslida, 9 minglik mashina bo'lsa-chi? Seni 100 ming obunachi ko'ryapti-ki, maqtanyapsan, birodar. Unaqa emas-da, u seni uni aldayapsan, bilib bilmagan holda. U yomon narsa, oqibati yomon. Sizlar narx belgilayapsizlar. Sizlarni kelganda, bozorga kelganinglarda mashina purishlar, "Voy, mana bular kelibdi" deb sal o'zini yig'ib olish kerak. "Ke, mana qo'y, uncha pulga qo'yib ket" demaslik kerak. Alam qilgani radiorukadan aytayapti. Tekinga blogerlar kelib video qilib ketyapti, deyapti. Ey birodarlar, nech pul bo'ldi, nima bo'ldi deyish bilan abzor bo'lmaydi. U prosmotr olaman deb sizlar yutuqqa erishmaysizlar, do'stlar. Undan ko'ra bir foydali maslahatlar beringlar. Borib nech pul bo'ldi, nima bo'ldi, u qayerdan bilasizlar? Ichida odam it o'lib qolgan bo'lsa-chi, prosta arzon qo'yib turgan bo'lsa-chi, u odamni aldamanglar, chalg'itmanglar. Shuning uchun aziz do'stlar, shu videoni maksimal tarqatib beringlar. Bular narx belgilaydi. Bular mashina purishdan ko'ra xalqqa yaqinroq insonlar. Do'stlar, shuning uchun iltimos sizlardan mana shu videoga maksimal like bosinglar, mana shunaqa insonlar ko'rishsin. Do'stlar, to'g'ri, agar ko'rib, to'g'ri xulosa chiqarib olsak, xudo xolasa narxlar sun'iy oshirib yormaymiz, bilib bilmay. To'g'ri narx qo'ya olamiz va savdoni yurg'izdiramiz. Mashina purish yoniga borganimizda, "Voy, uni kelibdi" deb bezillamasdan, "Voy, mana bu odam kelibdi, hozir menga video qilsa sotaman mashinamni" deb turib, realniy narx bersin. Ha, prosmotrga ha demasin. Prosmotrda deb turib, qarshi deb qimmatga qo'yib yuboradi. Ha, qimmatga qo'yib oldim-ku, endi shuni atrofida men sotaman deb o'tiradi. Yo'q, kelganda, "Voy, mana bloger kelibdi, meni savdoyim yurg'izdiradi, bunga foydali bo'ladi" deb kesinda va videoga to'g'ri narx chiqarib, borini gapirsin. Mana shunaqaga erishaylik, do'stlar. Aziz do'stlar, bu videoni maksimal tarqataylik. Ko'rsin, bilsin odamlar, biz xalqqa yaqinroq insonmiz. To'g'ri xulosamizni chiqaraylik.